Geometrik, demak, hamma masalada kerak bo'ladigan bitta formulani isbotini ko'ramiz. Diqqat qilamiz, qarang. Ixtiyoriy uchburchak berilgan, ichida bir burchakni umumiy qilib parallelogram chizilgan va parallelogram tomonlari uchburchak tomonlari bilan parallel. S1, S2, S3 bo'lsa, demak S1 bilan S3 berilsa, S2 ni toping degan savolni isbotini ko'ramiz. Demak, biz parallelogramning tomonlarini x, y deb belgilaymiz. Uchburchakning mana shu tomonni b tomon deb olsak, demak mana bu bo'lak b minus y bo'ladi. Bu tomonni a tomon deb olsak, mana bu bo'lak a minus x bo'ladi. Ana endi o'xshash ekanligidan bu alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. Agar buni gamma desak, mana bu ham gamma bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan mana bu uchburchak bilan katta uchburchak ham o'xshash, shu uchburchak bilan mana bu ham o'xshash bo'ladi. O'xshashligidan demak, birinchi biz yozar ekanmiz. Mana bu yerdan bitta diagonal tashlaylik. Mana diagonal o'tkazamizda-yu, bitta formulamiz bor edi. Mana bu diagonal, parallelogram diagonali yuzani teng 2 ga ajratadi degan narsa bor. S2 taqsim 2 va keyingi yana bitta formula yuzalar nisbati mana bu chiziq ajratgan tomon bo'laklar nisbati kabi degan formula ham bor. Y ni b minus y ga nisbati teng bo'ladi. Demak, y tomondagi bo'lak S2 taqsim 2 ni bo'lamiz S3 ga. Bitta ketdi. Endi mana bu chizig'imiz mana bu uchburchakni A, B, F uchburchakni F ga kesib o'tsa, demak keyingi formulamiz A minus x ni x ga nisbati, A minus x ning x ga nisbati, demak S1 ni bo'lamiz S2 taqsim 2 ga nisbati bo'ladi. Endi keyingisi o'xshashlikdan, ya'ni mana bu yerdan bergacha y masofa bo'lsa, mana bu ham y bo'ladi. Bu yerdan bergacha x bo'lsa, parallelogram tomoni, demak bu ham x bo'ladi. Endi o'xshashlikdan ketyapmiz. Qarang, mana bu uchburchak bilan keyingi uchburchak o'xshash ekanligidan gamma qarshidagi a minus x ni bo'lamiz o'xshashining gamma qarshidagi x ga nisbati teng. Demak, y ni bo'lamiz b minus y ga bo'lamiz. Mana shu nisbat bir-biriga teng ekanligidan bu a minus x taqsim x aynan teng ekan. Demak, bu ikkalasi tengligidan bu ikkalasini ham tenglab ketamiz. S2 taqsim 2 teng taqsim qilar ekanmiz. S3 teng bunga S1 taqsim S2 taqsim 2 ga. Buni bunga ko'paytirsak, bizaga S2 yuzamiz teng bo'lyapti. 2 ko'paytirilgan ildizi S1 kara S3 ga bo'lyapti. Formula mana shu tartibda isbotlanadi. Mana ikkita yuzani beradi. Uchburchak yuzini so'rasa, parallelogram deymiz. Uchburchak yuzini so'rasa, mana shu formuladan topiladi. Bu formulani eslab qoling, juda ko'p savollar mana shu formuladan chiqyapti. Bizga obuna bo'ling. Bundan ham qiziq savollarni sizga ulashda davom etamiz.